Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga kelganmiz. 5 metrlik joy. Mana shu joy o'zini o'rnida turgan stenkasidan foydalanib devor mebel tayyorlaymiz. Buni faqat ichki qismiga ishlatamiz. Ichki qismiga yetgan joygacha ishlatamiz. Qolgan joyiga o'zimiz yangi olib kelganmiz, o'shalardan foydalanamiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Eski mebellarni ichki qismiga o'rib tashladik. O'sha DPSdan tortib DSPlargacha hammasini ichki qismiga ishlatdik. Ozgina shu detal qoldi o'sha katta shkafdan. Xo'p, ikkita chekka taxmon, o'rta shkaf bo'lyapti. 5 metrlik joy patologgacha. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. 5 metrlik joyga o'zlarining eski stenkalarini ichiga joylab berdik. Xo'p, dubasdan laminat, matvesdan tayyorlandi. High-tech ruchkalar. Orqalariga o'zlarining DPlarni urganmiz. İçki qismi 100% o'zlarikidan. Oshxona-moshlarimiz vakuumli. Ikkita garderob, ikkita ko'rpa taxlashga taxmon. Xo'p, o'zidan chiqqan servantni oynalarni ham o'zlariga qo'yib berdik. Bittasi bu tarafida. Xo'p, narxi 5 million 300 ming so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. O'zlariniki ham ichiga ishlab ketdi. 5 metrlik joy 5 million 300 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.